shunchaki gilam ustida turib 500 ming so'm yutib olishga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Hozir shartlar tushuntiraman. Kim gilam ustida oxirgi bo'lib qolsa, o'sha inson 500 ming so'm yutib oladi. Hammaga omad. Ishtirokchilar 1 soat bemalol turgandan keyin gilamni 4 qismga bo'lib, faqat 3 qismda turish mumkin qildik. Sizlar sabrlaringizga hayron qoldim. Bo'g'ina soat уже 3 soat o'tdi. Endi shartni yanada qiyinlashtiramiz. Hamma suvni qo'liga oladi. Bitta oyoqda turish kerak suv bilan. Men sak gilamlar haqida 3 ta aniq faktni aytmagunimcha, suvi va oyog'ingizni bittasini yerga tushirmashingiz shart. Birinchi fakt, sak rasmiy do'konlar tarmog'ida 10 mingdan ortiq gilamlar mavjud va ularni O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarda rasmiy do'konlarga ega. Ikkinchi fakt, faqat sak rasmiy do'konlardan siz birinchi qo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Narxlar Toshkentda ham 1000 kilometr uzoqdagi Nukusda ham mutlaqo bir xil. Uchinchi fakt, rasmiy do'konlardan siz istalgan usuldagi gilamlar topishingiz mumkin. Ne klassika, high-tech va detskiy deysizmi, hammasidan. Va bu shartdan keyin bir ishtirokchi o'yinni tark etdi. Qolganlar o'yinni to'xtatishlari uchun 50 ming so'm taklif qildim. Faqatgina bir inson rozi bo'ldi. Shart endi 2 barobar qiyin bo'ladi. 20 litr suvni ishtirokchilar ko'tarib turishi kerak. Hozir o'yinni to'xtatasiz, sizga naqd 150 ming so'm beraman. Va sak gilamlar ustida oxirgacha turib bera olganingiz uchun 500 ming so'm yutib oldingiz. Bu sizniki. Rahmat hammaga.